bizda tekst berilyapti va tekstni o'zi o'qiydigan bo'lsak, tekstda tadqiqot olib borilganda va mana shu tadqiqotning natijalari grafda ko'rsatilib berilyapti, ya'ni bar chartda ko'rsatib berilyapti. Demak, tekst berilyapti, graf berilyapti va question aytilyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, tekstning oxirida bizda tadqiqotchilarning conclusion berilgan. Savolda mana shu conclusionni grafga asoslangan holda support qilib ber degan edi. O'sha variantlarni rasmga olayotganimda savolni o'zi qolib ketibdi. Lekin ideyasi shunday edi, ya'ni conclusionni support qilish kerak. Conclusionni to'g'ri ekanligini o'sha ko'rsatib berishimiz kerak. Mana shu grafga asoslangan holda. Demak, tekstni o'qiymiz, iloji boricha harakat qilamiz tushunishga nima bo'lyapti va keyin o'sha grafni analiz qilamiz. Urbanization, industrialization, and the warming climate create thermal pollution or excess heat in the shallow subsurface soil. Demak, bizda o'sha shaharlashish, industrialization o'zbek tilida sanoat deb chiqardi. To'g'risi, o'zbek tilida qanday so'z buni tasvirlab berishini bilmasdim. Demak, sanoat deb olib ketamiz. Shaharlashish, sanoat va issiq ob-havo tuproqda nima qilar ekan? Issiqlik yaratar ekan. Tuproqda, demak, mana o'zi rostdan ham shunday-ku, yerni tagida issiqlikka olib keladi mana shu shaharlashish, issiq ob-havo, sanoat. Masalan, o'zimiz Toshkentda ham oladigan bo'lsak, yozda yer qaniydir juda ham issiq bo'lib ketadi-ku. Yer qaniydir bilmam bir bug' chiqadimi? Shundayroq ideya berilyapti bizga hozir. Demak, mana shu 3 ta faktor yerda issiqlik yaratar ekan, ya'ni yerning ichida issiqlik paydo bo'lar ekan. Mana shu 3 ta faktor sababli. Demak, birinchi gapni qo'ldan kelgancha tarjima qildik, keyingi gapga o'tamiz. Manashu and colleagues analyzed thousands of sites on 3 continents under one scenario, I don't know, in which surface temperature remains at the current level, and under another in which the surface reaches the maximum plausible temperature. Demak, bizda tadqiqot olib borilyapti. Mana shu Susanne va uning o'sha hamkasblari yoki tanishlari ular nima qilyapti? Ular 3 ta qit'ada minglab hududlarni, minglab joylarni o'rganyapmiz. 2 xil ssenarioda. Masalan, bilmayman, chizaylik. Mana bu joyni, mana shu hududni o'rganyapmiz, mana shu saytni o'rganyapmiz deylik. Mana shu saytda 2 xil hodisani o'rganib chiqyapmiz. Birinchisida o'sha yerni temperaturasi bor. Endi biz yerda tagida nima bo'ladi dedik? Issiqlik ushab qoladi, issiqlik paydo bo'lib qoladi. Mana shu 3 ta faktor orqali dedik. Keyin ular mana shunaqangi 3 ta qit'ada minglab hududlarni o'rganib chiqishdi va bu hududlarda ular 2 xil narsani tekshirishdi, analiz qilishdi. Birinchisi, mana shu yer o'zini normal hozirgi holatida, levelida turadi. Ya'ni, masalan, yerni bilmayman, temperaturasi 20 gradus bo'lib tursa, 20 gradus bo'lib turaveradi. Va bu narsani ko'rib chiqqanimizdan keyin yana bitta ssenariyoni ko'rib chiqyapmiz. Bunga ko'ra yerning temperaturasi maksimum darajaga yetadi, maksimum darajaga. Masalan, yer 20 gradus issiqlik bo'ldi deylik, mana shuni o'rganib chiqdik. Keyin yerning temperaturasi maksimum darajaga ko'taryapmiz. Endi qanday qildi bilmayman, tadqiqotni masalan detalni bermagan, lekin aytilishi bo'yicha shunchaki nima qilyapti? Yerning temperaturasini oshiryapti, maksimum darajasigacha ko'taryapti. Demak, bir marta normal holatda, ikkinchi holatda temperaturani eng bir yuqori darajaga olib bordik. They then categorized each site according to the percentage of local home heating needs that could be met using this excess subsurface heat. Keyin ular mana shu hududlarni kategoriyalarga bo'lib chiqishibdi. Masalan, 300 ta hudud mana bu kategoriyaga tegishli, keyin bular bu kategoriyaga tegishli, bular bu kategoriyaga tegishli deb shunaqa kategoriyalar bo'libmiz. Nimaga asoslangan holda kategoriyani bo'lishibdi? According to
The percentage of local home heating needs that could be met using this excess subsurface heat. Biz tuproqda nima bo'ldi? Issiqlik yaratilgan-ku, issiqlik bor tuproqda. Mana shu tuproqdagi issiqlik o'sha uylarda masalan issiqlik kerak-ku, to'g'ri? Masalan, suvni isitishimiz kerak yoki qishda uy issiq turishi kerak. Endi heating needlar bor. Uylarda heating needlar bor. Mana shu tuproqdagi issiqlik qay darajada, qancha miqdorda mana shu uylarga issiqlik yetkazib bera oladi, ya'ni uylarni issiqligini ta'minlab bera oladi. Mana shuni o'rganyapmiz. I hope I'm making sense. Lekin shunaqa. Xo'p. Temperaturani o'lchadik. Ikki xil holatda, bir marta o'zini holatda, bir marta maksimum holatda, keyin ular kategoriyaga bo'lib chiqdik. Mana shu hududlarni nimaga asoslangan holda uylarni necha foizi mana shu issiqlik bilan ta'minlab bera oladi, mana shu tuproqdagi issiqlik. Demak, tushunarli. The team concluded that, mana conclusionga e'tibor berishimiz kerak, chunki buni keyinchalik support qilamiz. That if surface temperature approaches the maximum plausible level, the percentage of sites where thermal pollution could feasibly contribute to meeting home heating needs will increase. O'sha makes sense. Tadqiqotchilar keyin conclusion aytyapti. Endi biz o'rganib chiqqanimizni mana bizda rezultatlari mana shu grafda berilyapti. Hozir analiz qilamiz, conclusionga e'tibor beraylik. Komandaning aytishi bo'yicha temperatura, endi biz aytdik-ku, temperatura ikki xil holatda ko'rdik deb. Agar yerdagi temperatura, mana bu yer deb tasavvur qilsak, yerda mana bu yoqda issiqlik yig'ilib qolgan. Mana shu issiqlik maksimum darajaga yetganda, o'sha uylarga ta'minlab berilishi kerak bo'lgan issiqlik foizi oshadi deyapti. Rostdan ham o'ylab qarasak, make sense qiladi. Nimaga? Chunki ko'proq issiqlik bo'lsa, yerning tagida ko'proq uylarga ta'minlab berishimiz mumkin bo'ladi mana shu issiqlikni. The percentage of sites where thermal pollution could feasibly contribute to meeting home heating needs will increase. Hududlar percentage oshar ekan, issiqlik ta'minlab berilishi mumkin bo'lgan. To'g'ri tarjima qildim. Hududlarni foiz oshadi deyapti, uylarni foizi emas. Masalan, minglab hududni o'rganib chiqdik va issiqlik ta'minlab berishimiz mumkin bo'lgan hududlar foiz oshadi deyapmiz. Hozir bunga ozgincha keyinroq to'xtalib o'tamiz. Grafga e'tibor beraylik. Demak, bizda aytdik-ku, ikki xil holatda o'rganib chiqdik. Birinchisi temperatura o'zin levelda edi, normal holatda edi. Keyingisi temperatura maksimum darajaga ko'tardik yerdagi temperaturani. Mana bu local heating needs met. O'sha mana shu hududdagi necha foiz issiqlik ta'minlab berildi. Mana shu hududda necha foiz issiqlik ta'minlab berildi. Va bu esa hududlar. Masalan, bitta hududda ham 100 ta uy bo'lishi mumkin-da, to'g'rimi? Va bitta hududda bu yerda ham percentage berilyapti, Mana shuni sal trickyroq. Hozir analiz qilamiz. Masalanda, mana bunga aytaylik. Current surface temperature e'tibor, ya'ni temperatura o'zining holatida turibdi va o'zining holatida turganda bizda endi biz nima qildik? Yerdagi issiqlik necha foiz uylarni ta'minlab berishi mumkin o'sha issiqlik bilan deyapmiz. 0% uylarni ta'minlab beribdi 81% hududda. Ideya shunaqa bo'lyapti. Aytaylik mana. Percentage'dan eng oson tushunish usuli prosta songa o'tkazib yuboraylik. Mana bitta 100 ta shahar bo'ldi desak, 100 ta hudud bo'ldi desak, bizda o'shalardan 81 ta hududida temperatura o'sha o'zini levelda turganda 81 ta hududdagi uylarni umuman ta'minlab berilmagan. Hozir qanday tushuntirsam bo'ladi? Mana bunga e'tibor beraylik-da. Mana bu 81 deylik, taqriban bilmayman endi. Mana bu kim bilmayman, 5 mi bilmayman. Keyin mana bu bor. Mana shu uchalasi 100 ga boradi. Xuddi shunday qorada ham 100 ga boradi. 81 deylik, mana buni 5 deylik, bilmayman. Mana buni 14 deylik. 81 ga 5 86, 86 ga 14 to'g'ri. Mana bunga e'tibor beramiz. 13 mi?
13 deylik. Mana bu. Bilmayman necha bu. 8 deylik. 13 ga 8 21. Bu degani 89 bo'lishi kerak, yo'q, 79 bo'lishi kerak. Ha, o'zi mana shunaqaroq bo'lyapti. Demak, 100 ta hududni o'rgandik deylik-da. Men hammasi 100 ga boryapti, to'g'rimi? Shuni aytmoqchi edim birinchi bo'lib. Sal tushuntirish qiyinroqda. Demak, 100 ta hududni o'rgangan bo'lsak, o'sha 100 ta hududdan 81 ta hududda, mana shu 100 tadan 81 tasida hozirgi holatda turganda, temperatura hozirgi holatda turganda, mana shu 81 ta hududda prям 0% ta'minlab berilgan. Uylarga 0% issiqlik ta'minlab berilgan. Ya'ni issiqlik ta'minlab berilmagan deyapti, xolos. Demak, bu degani, bundan hozir o'zimiz ham conclusion qilishimiz mumkin. Bu degani, o'sha havo harorati, mana shu havo haroratimiz, yerdagi havo harorati, yerdagi issiqlik hozirgi holatda turganda hali uylarga issiqlik ta'minlab berish mumkin emas ekan, ya'ni yetarlicha ta'minlab berib bo'lmas ekan. 100 ta hududdan 81 ta hududda umuman mana shu normal holatdagi issiqlik uylarni ta'minlab bermadi, issiqlik ta'minlab bera olmadi. O'sha taxminan 14 ta hududda esa 25% dan oshiq uylarga issiqlik yetib bordi. 5 ta hududda esa 25% gacha bo'lgan uylarda issiqlik yetib bordi. Demak, bizning ideya shunaqa. Bu yerda ham %% berilyapti, bu yerda ham %% berilyapti. Menimcha sal tushunarli bo'layapti-da. Xo'p. Demak, bizda shunday bo'lyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, hozirgi temperaturada juda ko'p hududlarda hali issiqlik yetkazib berish iloji yo'q. Issiqlik yetkazib berib bo'lmaydi. Lekin temperatura maksimum darajaga yetdi, o'sha deyapman. Yerdagi issiqlik maksimum darajaga ko'tardik. Ko'targanimizdan keyin yana o'sha 100 ta hududni o'rganyapmiz. Mana shu 100 ta hududni o'rganganimiz, e'tibor beraylik. 13 ta hududda umuman issiqlik maksimum darajaga yetgani bilan issiqlik ta'minlab bera olmadik 13 ta hududda, lekin oldigidan ancha yaxshiroq. Oldin 81 ta hududga yetkazib bera olgan edik. Lekin 8 ta, oldin masalan 5 ta edi, endi hozirda 8 ta hududda, 100 ta hududdan 8 tasida 25% gacha bo'lgan uylarni, masalan, bitta hududda 100 ta uy bo'lsa, 25 tasida 25 tagacha bo'lgan uylarga issiqlik ta'minlab berildi. Lekin issiqlik maksimum darajaga yetganida o'zi ham deyarli 80 o'sha 100 ta hududdan 80 tasida 25% dan oshiq bo'lgan uylarga issiqlik yetib bordi. Demak, bizga mana shunaqa ideya berilyapti. Va bizda nima deyilgan edi? Issiqlikni maksimum darajaga ko'targanimizda o'sha issiqlik ta'minlab berish %imiz oshadi. Issiqlik ta'minlab bera olishimiz mumkin bo'lgan hududlar foiz oshadi. Bizda masalan e'tibor bersak, oldin 81% hududga yetkazib bera olmagan edik. Hozirda 13% hududga yetkazib bera olmadik. Bu degani oldin 19% gina hududga issiqlik yetkazib bera olganmiz. Hozirda esa 87% bo'lgan hududga issiqlik yetkazib bera olamiz. Demak, oldin 19% hududga issiqlik yetkazib bera olgan bo'lsak, atiga hozirda 87% da hududga yetkazib bera olamiz. O'sha narsani ko'rsatib berishimiz kerak. Ya'ni increase bo'ldimi? Hududlar issiqlik ta'minlab bera oladigan hududlarimiz foiz oshdimi? O'sha narsa kerak edi bizga. O'sha javobni qidirib qo'yishimiz kerak. To'g'ri javobda. At the current surface temperatures, more than 80% of sites cannot use subsurface thermal pollution to meet any portion of local home heating needs, but at the maximum plausible surface temperature, that percentage drops to 20%. Demak, hozirgi normal holatda, o'sha tuproqdagi normal holatdagi issiqlikda 80% dan oshiq uylar umuman issiqlikda, mana shu tuproqdagi issiqlikda foydalanolmas ekan, o'zlarining issiqlik needlarini ta'minlash uchun. Lekin maksimum level ko'targanimizda esa 20% dan ham kamga tushib ketar ekan, ya'ni umuman ishlatib olmaydigan hududlar soni foizi. Bizda shu bo'lyapti.
Qolgan javoblarni hammasi xato, ya'ni yaqin keladigan ham yo'q. Xohlasanglar o'zinglar o'q qo'yib isbotlashinglar mumkin, lekin shu bilan explanation tugadi.